Assalomu alaykum, hurmatli davomchilar. Boshlangan xayrli berakali bo'lsin. Do'stlar, anada bir mototsikl chiqardik. Sotilib ketdi, yana biri keldi. Kawasaki degan 2025-yil ishlab chiqar ekan, do'stlar. Mana $200 olgan ekan, bu patarki. Buga hisob qilmaysiz, o'zi shundan beraveradi. Uyda mototsikl olib qolgan bilan foydam yo'q deydi, ishlamayman deydi. Mana foydalansin deb o'tir olgan odam deydi. Shuni qo'shib beraveraman deydi. 7000 kilometr yurib turibdi. Bahasi 20 million so'm. Qaytiladi, kelishiladi. Azroq yetar etsa qarash turadi, bemalol qo'ying do'stlar. Mana doshlarni eshittir. Mana. Ha? Bo'ldi bir doshlarni neto. Yo'q, tushirurmi? So'ng inglisi bor, urloq emas-ku. Ya doshlari eshitib turibman. Skuplukan bu. To'g'rimi? 4 skupli. Motorga kulish deymagan. Dovuşlarni eshitdinglar. Motor zing. Haydislar ketaverasizlar do'stlar. Mana ko'rinishi, manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida turibdi. Allohlar ketaverasa kelishgan holda.